Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, keldingmi? Keldim, opa. Buncha kech kelyapsan. Yo'l ozgina probka edi, shunga qolib ketdim-da. Vaqtida olib kelsang bo'ladi-yu, yo senga yalinish kerakmi? Yo'q, opa, uzr, kelasi safar to'g'rilab beraman. Bo'ldi, olib keldingmi? Tushir tez. Qancha bo'ldi? 2 million bo'ldi, opa. Bo'ldi, bor aylanib kelib tur. Hozir boshliqqa отчет beraman-da mana. Mana ishim yo'q, menda pul yo'q, bor aylanib kelib tur. Kechga beraman. Assalomu alaykum, opa. Pul tayyor bo'lib qoldimi? Kechga kel degandingiz. Yo'q, pul yo'q, sen jinnimisan yo kallang ishlamaydi. Men senga nima dedim? Kechga kel dedingiz, Men senga pul bo'lsa o'zim telefon qilaman dedimmi? Ne kelding? Mana boshliqqa Bor ko'zimga ko'rinmay tur. Dastavshiklar, sizlarda ham shunaqa vaziyat bo'lib turadimi? Bu videoni dastavshiklarga jo'natib qo'yamiz.